Assalomu alaykum vatandoshlar, aka-ukalar, bormisizlar, omonmisizlar? Musofir yurtda yurgan aka-ukalarim, O'zbekistondan, Tojikistondan kelayotgan yaqinlaringizni ogohlantiring. Mana shu videoni katta-katta Telegram kanallarga tarqatib yuboringlar. Ertalabdan noxush xabar. Bilasizlar, obunachilarimiz Telegramdan, WhatsAppdan bizga murojaat qiladi. Ya'ni mana shunaqa situatsiya bo'ldi, odamlarni ogohlantiring. Aka-ukalar, yengil mashinada kelayotganlar, ya'ni vodiytillar sumkalarni tekshiringlar. O'zbekistondan tamojidan o'tkazib yuboradi Xazariston. Chunki desa bizda u narsaga mumkin hamma joyda. Rossiyada esa bu narsaga mumkin emas. Uji statiya bor. Endi bir qishloq joylardan bizni videolarimizni ko'rmagan oilalar bo'lsa, bolam mana musofir yurtga ketyapsan, mana shu narsani olib ket deb sumkasiga solib yuboryapti. Toshkentdan o'tyapti, Qozoqdan o'tyapti, Rossiyaga kelyapti. Oddiy bir 100 gram, 200 grami uchun adashmasam 3 yil, 4 yil qamalib ketyapti, advokatga pul sarflagani qancha. Xullas kalom va hokazo juda ham ko'p muammo, problemalar. Voditel aka-ukalarimiz ko'rsin shu videoni. Iloji bo'lsa sumkalarni ochib ko'ringlar. Sizlarda ham o'zlaring ham granitsada qolib ketasizlar, ichlaringdagi odamlar ham. Mana shu narsani olib kelmanglar, iltimos. Yana bitta narsa Odnoklassnikidan ogohlantiraman. Mana shu Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, sizlarga Odnoklassdan bironta saytdan privet deb yozdimi? O'g'il bola rasmi turgan bo'lsa ham unga javob qaytarmanglar. Aslida qiz bola rasmi turadi, privet deb yozasiz, javob yozgandan keyin u qiz bola rasmiga almashib qolyapti. Tuhmat, bu juda yomon tuhmat. Odnoklassnikidan ehtiyot bo'linglar. Telegramdan bironta o'g'il bola rasmidan privet, это твой video degan silkani ochmanglar. Javob qaytarasizlar, polni hamma narsalaring ketadi. Privet deb yozgan Telegramdagi srazi rus qizni rasmiga aylanib qoladi. Keyin uni mana telefon boshlandi. Xullas kalom, ehtiyot bo'lasizlar, ogohlantiraman. Mana shunaqa narsalardan uzoqroq yuringlar. Moskvada nima gap YouTube kanaliga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta kommentariy yozib, podpiska, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Har kuni ogohlantiryapmiz, bundan keyin ham ogohlantiramiz, ogoh bo'linglar.